Alo. Alo ada. Moshinada avtohalokatga uchradim. Tinchlikmi Hozir bola? meni больницаga olib kelishdi. Nima bo'ldi? Sizga karta raqamimni jo'natib qo'ydim. Iltimos shunga pul Bo'ldi, o'tkazib yuboring. bo'ldi, hozir tashlab yuboraman. Dorilarim uchun pul kerak bo'lyapti. Alo. Ada, Yo'q, to mazkur holatning haqqoniyligiga to'liq ishonch hosil qilmaguningizgacha aslo unday qila ko'rmang. men avtohalokatga uchradim. Nima? Vahma qilmang, ehtiroslarga berilmaslik lozim. Vaziyatga sovuqqonlik bilan qarashga intiling. Iltimos shunga pul o'tkazib yuboring. Ha, albatta o'zingizni xuddi abogiga o'xshab ham tushishingiz mumkin. Biroq kimning ovozi bilan murojaat qilishgan bo'lsa, o'sha insonga qo'ng'iroq qilib, u eson-omon ekanligiga ishonch hosil qilishingiz kerak. Hozir meni больницаga olib kelishdi. Dorilarimga pul kerak bo'lyapti, ada. Jiblajibon, bitta militsiyachilar buni hal qilaman ishingni, tushundingmi? Qattasan, qattasan! Ha, siz militsiya aralashuvini ro'kach qilib, qo'rqitishingiz ham mumkin, lekin 102 ga qo'ng'iroq qilib, sizga firibgarlar qo'ng'iroq qilganliklari haqida xabar berganingiz ma'qul. Xullas, shu narsani unutmangki, firibgarlikni yangi sxemalari yaratilmoqda. Shuning uchun firibgarlar qo'ng'irog'iga tayyor turing. Agar siz firibgarlardan jabrlangan bo'lsangiz, direktimimizga yozing. Biz esa Instagramimizda albatta e'lon qilamiz.